Assalomu alaykum hurmatli obunachilarim. Chorva ishqibozlari aka-ukalar, bugun 6 avgust 2026-yil Samarqand viloyati Oqdaryo tumani Yangiqo'rg'on chorva mol bozoriga kelganmiz. Xudo xolasa har doimgi tezlik darvozaning tagidan bo'lib turgan narxlarni, real narxlarni to'g'ri ma'lumot yetkazishga harakat qilamiz. Aka-ukalar, ozgina mehnatimiz qadrlab qo'yib nima qilishni o'zlaringiz bilasizlar, o'sha gapni aytgim kelmaydi. Biz boshladik ishimiz. Necha pul bo'ldi akajon bu? Bu 26 yarim. Usti nechta ekan? 10 ta. Bola novozchi. Voh. Qaranglar. Bola novozchi. Novozchi. Barakasini bersin. 10 ta usti bu 26 million 500 ming so'm deyaptilar. Aka bu necha pul bo'ldi? 27 million. Gap yo'q. Usti nechta ekan? 6 ta. 6 ta usti. Bola novozchi. Necha pul bo'ldi bu? 27 million. Ko'ryapsan mana 26 yarim 27. Mana bu menimcha yoshroq, pul yengilroq bo'lgan nisbatan. Birinchi tug'ish ekan, zo'r. Assalomu alaykum. Qaysini oldingiz? Mana ikkovini. Nech pulga? 17 bo'ldi ikkovi. Barakasini bersin. To'xtang, eslang. Nech pul bo'ldi? Qayerda aka? 50 million bermay ketyaptilar. Xullas aka-ukalar. Aka buni Aka! O'lmas aka, pulini ayting buni. Mayli, pulini eshitsak bo'ldi. Faqat aniqini eshitsak bo'ldi, to'g'ri ma'lumot. Boqqa chiqdi, aka yaxshi. Ha. Mashin yaxshi. Shu pulini ayting aka. 19 bo'ldi. Bu necha bo'ldi? 23. 23? Ikkinchisi qani? O'zi? Bir o'zi 23 mi? Ye biling aka siz. Sizlarga olishdan parada ekan. Aka bu necha pul bo'ldi o'kischa? Aka necha oldingiz? 42 bo'ldi. Ikkan bir joyga 42 million so'm bo'lyapti, qaranglar. Tashdan bir xil molchalar ekan. 42 million so'm akajonim. Arzonmi, qimmatmi nima deysiz? Assalomu alaykum. Ha? Bilaylik? 16 million so'm bo'lojincha. Sigir qilishga zo'r mol ekan lekin. Go'sht o'rnashi sal balandroq sigir qilishga udar molan shu. Qo'chqor nechi bo'ldi? 7 million 500 ming so'm. Ko'raverasizlar, 7 million 500 ming so'm. Nechi pul? 21 million 500 ming so'm. Bo'lojin tozasi ekan, semisi ekan, yaxshisi ekan, zo'r ekan. Barakasini bersin deymiz. Aka bular nechi puldan sotilgan? Nechi puldan? 6 million so'm yo'q suyug'i. Bog'ozmi bular? Bog'oz qo'ylar 6 million so'mga berilmayapti. Ammo kim olibdi? Narxini bilmaysizmi? Yo'q. Ay bala. Aka pulini bilmaysizmi? Aka nechi bo'ldi? 17 million so'm mana shu o'kischa. 17 ta. Bu ham 17. Aka ana katta o'tib berishmiz. Aka pulini ayting. 29 million so'mga mana shu boqmoq ho'kiz. Juda korpusli mol. Pulini ayting. 30 million so'm mana 29-30 ko'ryapsizlar. Korpusli yaxshi mollar, katta mollar. Navbatdagi g'olonjin kelyapti. Ammo akajon nechi pul qayerdingiz? 36 yarim bo'ldi. Kamar qutisi 36 million 500 ming so'mga mana seni zo'r g'olonjinlar ketyapti. 36 million 500 ming so'm, 18 million 250 ming so'mdan. Ekan nechi pul bo'ldi? 17 million so'mdan ko'ryapsizlar mana semiz g'olonjinlar. Ko'rib turganlaringizdek zo'r, yaxshi. Pul yomon emas chekda g'olonjinlar. Bozor holatini ko'ryapsizlar aka-ukalar. Assalomu alaykum. Bozor holati qanday? Zo'r. Bu nechi pul bo'ldi? Nechi pulga oldingiz? 23. Bog'ozmi? Necha oylik? 8 oylik 23 million so'm ketyapti bog'oz. Nechi pul bo'ldi bu? 1 million bo'ldi aka. Sotildimi? Oldik, sotamiz yana aka. Necha litr suti bor ekan? 15 ta deyegasi aka. Mana g'olonjincha. Buni ojisi men talab. Yaxshi mol ekan, barakasini bersin. Aka-ukalar, qaranglar, sizlar araya foydali ma'lumot. Vodiydan akalarimiz keldilar, drabelka olib keldilar. O'zimizning Samarqand katta qo'rg'onga. Kimga agar drabelka kerak bo'lib turgan bo'lsa, bemalol zakaz qilsanglar, dastavkasi bepul, standart narx bo'lagan aka-ukalar. Arzon ham bo'lmaydi, qimmat ham bo'lmaydi, o'sha belgilangan narxda.
Bular ma'lumotga kelayotgan bo'lsak, bular Tarnon Drabelkasi ko'zga ko'ringan brendlardan bittasi. 8-9 yildan beri почти ves respublika bo'ylab bular Drabelka ishlab chiqarib, dastavkasini qilib beradilar. Kim agar tushunayotgan bo'lsa, kim razbiratsiya qilayotgan bo'lsa, ma'lumotlari kelayotgan bo'lsa, avval xuddi shunaqa bunaqa bunkerga chiqib turasizda, keyin hozir qanaqadir udobniyroq bo'lsin deb dumaloq bunkerli Drabelka olib kelganlar. Mahsulotni sifatiga kelayotgan bo'lsa, men xo'jayinlar bilan gaplashdim. Bilasizlar, o'zim nimadir faqat pul uchun reklama qilgim kelmaydi. Bular haqiqatan ham mahsulotning sifatliligini menga asoslab bera oldilar. Shuning uchun men sizga tavsiya qilyapman. Bitta tishlarini ma'lumotlarini beraylik aka. Hammasini olamiz, qaranglar. Aka, farqi yo'q, qayerdan bo'lishidan qat'iy nazar telefon qilasiz, zakaz qilasiz, oldindan hech qanaqa to'lovi yo'q. Boradilar, uyingizga ishlatadilar, keyin pul beraverasiz. Ma'lumotlarga kelayotgan bo'lsa, tishlari ko'rib turganlaringizdek mana kalyonni deyiladi bu. Kuydirilgan pichoq deyiladi. Kuydirilgan kalyonni pichoq deyiladi. Mahaviylari zavodskoy Jiguli mahaviy bo'ladi. Qalindi, mana ko'rinyaptimi yo'qmi? Mana ko'rinyapti. Ay, qo'lim bo'lib qolibdi. Mana bu listlari yangi listlardan, qalin devorli listlardan bo'ladi. Kuzoviga nimalari bo'ladi? Tishlari bo'ladi, o'zi ushlash uchun mana udobniy bo'ladi. Balonchalari bor, buni ko'tarib og'ir narsani naryoqdan bari olib ko'tarib yurmaysiz. Yonbosh qilib sudrab ketaverasiz. Motorlariga kelayotgan, tishlariga kelayotgan bo'lsa, 4 xil nasatkasi bor. Yorma holatiga sal yirikroq qilib, qo'y uchun, mol uchun somon, beda nima o'tqarsangiz ham bo'ladi. Aka, qo'li quruq o'tqaraveradimi yo farq? O'tqaraveradi. O'tqaraveradi. Tok yaxshi bo'lsa bo'ldi. Tok yaxshi bo'lsa bo'ldi. Xullas, men o'zim ishlatib ko'rdim buni. Bizaniki to'g'risi tok 70-80 ga ham tushib qolaman, o'zim molxonamga chappa qilavering. O'sha vaqtda buni motorini poplevoychasi bo'ligan, mana ko'rsataman hozir, tepasi. Mana tok pasayib qolgan vaqtda motor kuymasligi uchun o'zini zashtat qilib, motorni o'chirib qo'ygan, keyin poplevoychani knopkacha bitta bosasizda motor yana ishga tushadi. Motorlari ma'lumotga kelayotgan bo'lsa, aka ma'lumotlarni aytavering. Motorlar ma'lumoti Ariol motorda bo'ladi, 6,5 kW, 3,5 ming oborotda bo'ladi. Mis motor bo'ladi, 100% Medni bo'ladi. Sertifikatlariga chor bor mana. Garantalari, motorlar garantiyasigacha bor. Agar kimga qiziq bo'lsa, bemalol telefon qilsanglar, xudo xolasa dastavkalarni aytganimdek bepul qilib beradilar. Undan hech qanaqa muammosi yo'q. Oxirgi vaqtlarda ko'pchilik menga yozdi yo telefonlar bo'ldi. Bular motor Xitoydan kelmadi. Bular объемga motor oladilar. 1200 ta, 1,5 mingtagacha motor olganlar. O'shan kelmaganini hisobga sal dastavkalar 2 kunga emas, bir 4 kun, 5 kunga cho'zilib qoldi. Kam motor kelgan hisobga. Xudo xolasa endi mana motorlar keldi, hamma narsa keldi. Bemalol zakaz qilsanglar, dastavkasini ham tezroq qilib beraveramiz. Cho'zilib ketmaydi, xudo xolasa aka. qancha 2 kunda qiladi. Samarqand aka, Samarqand Luboy joyidan bo'lsangiz farqi yo'q. Qo'shrabotmi, Ishtixonmi, Metammi, Xatirchi, Oqtosh, Mirbozor Luboy joyiga, Loyish Luboy joyiga 2 kunga dastavka qilib beramiz, xudo xolasa. Ko'rsatilgan nomerga telefon qilsanglar, yanada to'liqroq ma'lumotlarni olasizlar, ko'kalar. Aka, pulini ayting, pulini. 29,5. Ustida ishda. 8 ta ustida 29 million 500 ming so'm balag' olguncha. Sigir birinchi balasi, keyin ikkinchi balasi, zo'r sigir degan gap yo'q. Aka, buni ish bo'ldi. 23 million 500 ming so'm. Sal qimmatroq emasmi? Bo'ladi. 23 million 500 ming so'm. Sal kam 200 kilo go'sht puli ko'p-a, bozor qanday? Hamma zo'r deydi, lekin to'g'ri ma'lumot aytmay. Zo'r degan nima degan, qanday tushunish mumkin? Aka, qo'zicha necha bo'ldi? 39 qo'chqorchami? Qo'chqorcha. Necha pul bo'ldi bu? 20? 25 million. Balans qani? Balansiz deb yuribdilar. Bu necha pul bo'ldi semiz sigir? Mana bu 25 million sigir balans ana shu. Alisher akam shu. Aka, qo'ylar necha puldan bo'ldi? 8 million 200 dan qaytardi. Bermadinglar. Yo'q. 82 ga ham hisob kelmayapti. 82 dan so'rayapti, bermadi. Hisob kelmayapti o'shanday. Nima? Qanaqadir parodan bular? Qanaqa? Edilbay deyaptilar-ku. Aka, necha bo'ldi bu? Qaysi to'shim aytamiz. Bu sotildimi bu? Necha pulga? 12 million 600 aka. 12 million 600 talqar ho'kizcha. Mol bilmasa, G'unojin ekan-ku. Ona bola necha pul bo'pti? Aka, necha pul bo'ldi? Qaytdi. Nima bermadingiz?
Ho'kiz pulini bilaylik. Nechi pulni? Nechi kilo? Yo'q, yo'q. 40 millionga bermay olib kelyaptilar shuni. O'zi bozorda oxirlashib chiqdi. Aka nechi pul bo'ldi? 11 million 500 ming so'm. Puli yengil-da, любом случае puli yengil. Aka sam chorvani. Ha, nechi pulga sotildi? Bizga narx aytaman deb gap yo'q, pulini ayting. 15 milyon 200. 200 kam 16 milyon. 15 million 200. Mana bu. 200 kam 16 milyon oldimmi? Boqishga. 1 metr bormi bu? Sam chorva o'ra biladi. 16 million 200 bo'ldim bu. 200 kam 16. 200 kam 16 bo'ldi. Lekin 3 marta video chiqib turadi qo'yinglar. Qachon ham video qo'yingiz Birorta qo'ymanlar videoga. Sigir nechi pul bo'ldi? 26 milyon. Balasi qani? Mana bu. Ona bola 26 bo'ldim. Bosh chakkaga. Sotmaysizmi? Yo'q. Soting. Yo'q. Ustini ishlaygan. 8 ta. Kamar cheganizda tog'a. Ha, kamar qildi tog'a. Tog'a kamar chegan. Mana mayda mollar, bir to'da mayda mollar 14 million atrofi yana shu mollar olingan. 100-200 baland aka sotildimi? Nechi puldan oldingiz? 5 milliondan. Qo'chqorlar, ha? 5 million so'mdan boqma qo'chqorlar. Barakasini bersin buvajon. Barakasini bersin. Bir og'il qo'y bo'lsin, qo'chqor bo'lsin. Charchamang. Ha. Aka bu nechi pul bo'ldi bu? 10 million 200. Onojincha. Onojincha 10 million 200 ga olibdilar. Nechi pulga oldingiz aka? 13 million. Qani? Yomonmas, talg'ir. Mol bilmasang talg'ir deydi-ku. Ye bile ana. Ho'kiz o'rnini bosib beryapti. Bilganingiz 13 millionga shunojincha olibdilar aka. Bo'ylari 1 metr bor. Mana buni bilaylik aka pulini. 11 millionga onojincha ketyapti. Mayda molga qiziquvchi aka ukalarimiz uchun mollar chiqib beryapti. 11 million so'm. Arzon qimmat. O'rta narx ha. Foyda qilsa bo'ladi 11 millionga olib. Puli nechi pul bo'ldi buni? 17,5 million. Olmadin. 17 million 500 ming so'm. Mana. Barakasini bersin. Sam chorva. 17 million 500 ming so'm aka ukalar. Navbatdagi kim beramiz? Aka shuni ayting pulini. 30 million bo'ldi. Boqma ho'kiz 30 million so'm. Qarota bu golishdimi, polishdimi? Pulini bilaylik bitta. 37. Nechi kilo keldi? Ha? 37 million 500 ming so'm. Mekki emasmi bu? Tortilmagan. Nechi kilo kelgan? Bir 530 kilo bordir. Shu atrofga ko'rdim. Bo'linglar qani nechi puldan tushagan? Nechi pul bo'ldi akajon? Suti nechta? 6 ta suti bilan 25 million so'm. Balachasi onojincha. Bu nechi pul? 15 dan qaytdi aka. 15 ga bermadingizmi? Bor 14 ga beradi. Xullas shunaqa gaplar bizga. Aka ukalar kommentariyaga qo'llab-quvvatlab qo'yish bizani esdan chiqmasin. Aka nechi pulga sotdingiz, oldingiz? 40 millionga. Suti nechta ekan? 13 ta sut berib savdo olib chiqardi. 13 ta sut sodir olibdilar. Balacha gap yo'q. Nechi pulda deylar aka pulini esdan chiqib? 38 million so'm. Savvallik 12 ta. Barakasi bersin, zo'r sigir ekan. Buni 25 millionligini aytdi. Aka shu qo'chqorni pulini bilaylik. Necha o'lyapsiz? 1000 dollar bu. Nima endi? Ya Abdulaziz 1000 dollar dedilar. Endi qanchalik to'g'ri bilmadim aka ukalar. Nechta bo'lishmaydi-chi? Qo'ylar nechi puldan bo'ldi aka? Ha? Nechi puldan bo'ldi? Urg'ocha 9 million so'mga urg'och qo'ychilar. Ko'raverasizlar. Qo'zilar nechi puldan bo'ldi? 3 million 500 ming so'mdan. Urg'och qo'shqor aralash ekan. Inchiklarga pasport oldik. 9 million so'mga mana shu mayda oloncha ketyapti. Bu nechi pul bo'ldi aka? Bu qaytib ketibdi. Pulini bilaylik. Nechi pul bo'ldi?
33 million so'm balachasi zo'r ekan. Ustini ishlaygan amakijon buni. Bala ho'kizcha 7-8 ta suti bilan 33 million so'm. Mana shu qo'chqorchani olib beramiz. Qo'zi qo'chqorcha. Aka puli qanday bo'ldi? Puli necha bo'ldi? 3 million 300 ming olib ketyapti mana shu qo'zi qo'chqorcha. Nima deysiz? Arzon qimmat. Fikrlaringizni qoldiringlar. Qanaqa mollarni narxlarini yoritib beraylik. Buni ham qoldiringlar. Ho'kizdimi ko'pincha yo mayda mollimi, ona bola sigirdimi, bo'g'oz mollimi? Aka, ana shu necha bo'lgan? Bilmayman, meniki emasmi? Bu necha bo'ldi? Bu qaytdi 11dan. 11dan qaytdi, ho'kizcha ekan. Necha bo'ldi? Sigirni eshitmadilar. Necha bo'ldi aka? 26 ya. Bu bo'ldi. Suti nechta? 4 ta sochga 2 oylik bo'g'oz 26 million 500 ming so'm, 4 litr suti bor. Bala ho'kizcha ekan. Lekin suti kam, 2 oylik balasi ham mollichi. Aka, bular narxlarini kim biladi? Ana shu necha bo'ldi? 8,5. 8 million so'm sariqcha, mana bu qaracha 8,5 bo'ldi aka-ukalar. Ana bilishlari uchun men ikkitasidan ichidan ayirib so'radim. O'rtacha shunaqa qilishunchalar 8,5 plus minus atrofiga bo'lib turibdi bozorga hozircha. Aka, buni olib sotdingiz. Qaytibdi. Tortdi. Sotilgani yo'qmi? Sotilgan ekan. Nech pul? 16 dan 32 ga. Aka, sotdingizmi, oldingizmi? 30 dan qaytib o'tishimda. 30 millionga bermay olib keldi. Ustini ishlaysiz aka? Usti. 10 ta usti balag'on olguncha 30 millionga bermay olib ketyapti. Sigir sariq, keksaroq. 4-5 balasi. Ko'p keldi, egasini ko'p keladi. Aka, necha bilan bo'lgan shular? 8 bo'ldi. Sizlar Bir gaplashishimiz kerak ekan. 10 bo'ldi. Mana 8 million so'm. Oqshasi 100 ga 10 bo'ldi. Ho'kizchalar, barakasini bersin. Sog' bo'ling. Xo'sh, ana buni so'rashimiz mumkin. Necha bo'ldi aka? 26 million. Ona bola sigir 26 million bo'ldi. Onasini ko'rdinglar. Aka, bu necha bo'ldi? Aka, yaxshilab video oling. 14 million 200. Bo'g'ozmi? 14 million 250 ming so'm bo'libdi, qochgan debdi egasi. Bu necha bo'ldi boqmoqchi? 25. 25 million olibdilar. Aka chiqarasidan. Qimmatroq. Ana shuni bilaylik ha. Aka, bu necha pul qayerdingiz? 12 million so'm. 16-chi. Ana bular. Aka, pullarim bilaylik. 22 yo'l, uni bilmayman. Mana shu 22 million so'm. Mana shu 22 million so'm. Zo'r. Sonlari qaranglar, pachka semiz bo'lgan. 200 kilo atrofi bor o'sha qanot. Ziyod turgandir ozgina. Yeganiga qaraydi. Aka, men sizga yordam berdim. Siz pulini ayting. Nech pul? Bekor yordam beribman. Aka, pulini bilmaysizmi? Pulini bilmaysizmi? 14 million 500 ming so'm oqchi. Hazil huzur qilaman-da, bekor yordam beribman deb. Qo'limizdagiz har doim yordamga tayyormiz aka-ukalar. Aka, bitta pulini bilaylik. 14 million so'mga shu. Ho'kizcha. Aka, bitta pulini bilaylik. Necha pul bo'ldi? Mollarni ko'rib olinglar. Aka, pullar necha pul bo'lgan? 246 million bo'ldi. 2,6 million so'm bo'ldi. Manaqa 4 ega. Bu ishlayligiga, semizligiga e'tibor beraverasizlar aka-ukalar. 46 million so'm ekan. Qo'lingizdagi necha bo'ldi? Alas. 28. Semiz. Mana avlik olam oqib ketgan semiz ekan lekin gapi. Qo'chqorlar necha puldan bo'ldi? Qaytdi. Necha puldan? Tavuğumu bol. Pachka qo'chqorlar olib chiqibdilar, lekin sotolmay olib ketyaptilar. Bozor aka bugun sal pastroqmi deyman? Ha, ko'pdan mol ko'p. Xaridor yo'q akam. Boshqa bo'lsa yo'q. Bozor umumiy holatiga kelgan bo'lsak, savdo kam, xaridor kam. O'shani hisobiga vibr ko'p, arzonda bo'lmaydi, lekin tanlab olsangiz bo'ladi.
Aka qo'shing, siz ichkariroq keling-da. Aka pulini bilaylik. 33 million so'm. Shu holga ham aytib ketyaptilar, ko'ryapsizlarmi? 33 million so'm. Rahmat shunaqa ko'klarimiz uchun. Molni ko'ringlar. Chopib o'tib ketdiriga mana yaxshilab ko'rish imkoni bo'lsa-lar. 33 million so'm mana katta o'kis. Bu necha bo'ldi? Bilmayman. Obunachilar uchun 21,5 ga qo'yib beravering. Suti nechta? Bozmi? Necha oylik? 4 oylik. Sigirni zo'r ekan, aka, sigirni zo'r ekan. Sigirni zo'r ekan. Shu chachishmaydi. 20 million bermaysiz. Ha? 20 million. 21 million 300 mingga oldim. Ha. Sotib oldim. Sigir qilishgan, sotishgan. Sigir qilishmaydi, to'xtatda bu. Aka, barakasi bersin, zo'r mol bo'lar. Like bos, ana o'qitiraman pastiyanizga. Gap yo'q. 21 million 300 ga olibdilar o'zlari. Xullas, aka-ukalar, bozor holati shu. Sizlar qanchalik aktiv bo'lsanglar, biz ham xuddi shunday ko'p xizmat mehnat qilib beramiz sizlar uchun xolis. Pulini aytasiz. 22 million so'm. Tana 22 million so'm. Chiroyiga e'tibor berasizlar. Sifatiga, gaziga, bo'yniga, alqonli bir xilligiga. Nima deb olay aka? Bozor holati qanday? Zo'r deganingiz nima? Arzon, qimmat. Siz oldingizmi, sotdingizmi? Yaxshi pulga sotdingiz, qo'lingizdagi pulga sotdingiz. O'zi bozorchisiz. Ardon Ha, barakasini bersin. Siz qanaqa qilmoqchi ho'kiz? Qo'y. Qo'ylar bilan. Ana shu necha bo'ldi? Qaysisi? Ana shu. Mana shu 6,5 million. Qo'y ha bu. Mana sariqchachi. 4,5 qo'chqorcha bo'ldi. Ye bo'li. Ana bozorga, ye bo'li. Ushlang aka, ushlang. Ushlang aka. Pulini ayting mana. 10 million 300. Aka-ukalar, charchamanglar, sog' bo'linglar, hammalar ishlaringizga omad. Aka, pullarimni bilaylik. 9,5 bo'libdi mana shu. Ana shu 9,5 bo'libdi. O'tib ketgani endi mana o'tib ketaversin. Sam chorva. Mana shu qisam zo'r ekanligi gap yo'q. Nech pul bo'libdi bu, aka? Nech bo'ldi? 20 million 500 ming so'm. Yaxshi ho'kiz ekanligi bu qishga zo'r. Aka, buni nech pulga oldingiz? Nech pulga oldingiz? Pulini 24 million o'ylay. Bozmi? 24 million so'm mana hozir sigir qilishga judalar ajoyib mol. Mandiga sigir bo'ladi, xudo xolasa. Aka bilan puli bormi? Nech pul olingan? Har xil 5. Ana bir nech pul? Buchi? 5 million so'm mana shu gap bo'lgan. Oxirgi shu molni bilamiz. Nech pul bo'ldi? 31 million so'm boqishga ketyapti.